Assalomu alaykum. Kuzatuvchilar, navbatdagi vitrina xonadonligimizni olib kelib o'rnatdik. Ustalardan ham ozgina ertaroq kelib qoldik. Xonani chunki remont qilishadigan ekan. 4 mahsulotlar uchun deyishdi. Vitrinamizni razmeriga keladigan bo'lsak, 1.55 balandligi, uzunligi 1.5 metr, eni 65. Xo'p. Uyush tumani Yorqo'rg'on mahallasiga olib kelib o'rnatdik. Ko'rishingiz mumkin. Ekonom motorda bo'ldi bu ham.